Assalomu alaykum. Ushbu murojaat O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisiga. Men sizga Andijonlik 1-guruh nogironi Alimov Tavakkal murojaat qilyapman. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Davlat xizmati boshlig'i raisi. Men shu Andijonda yashayman, andijonlikman. Meni otam rahmatlik 50 yil SSR vaqtida KGBda xizmat qilgan. Polkovnik zvaniya bilan pensiyaga chiqqan. Polsha xalq qahramoni. Mana shu davlat uchun juda katta xizmatlarni qilgan. Kerak bo'lsa jonini tikkan. Dadam rahmatlikdi, ne tolka bu o'zimiz O'zbekistonda, SSRda. Polshada ham hurmat qilishgan. Polsha o'zini grajdanligini bergan, Polshadan pensiya olgan. Shu qilgan xizmatlari uchun Oltin Krest bilan mukofotlangan. Polsha bo'yicha Polshani hukumati marshal Rakasovskiyga orden bergan, SSR bo'yicha meni bitta dadamga bergan. Bitta ordenini. Mana shu davlat uchun dadam o'zini jonini tikkan odamlardan. 50 yil ishlagan KGBda. Endi bugun nima bo'lyapti? Shu veteranlarni oilasi mahalliy hokimiyatdagi rahbarlar tomonidan, mafiyalar tomonidan uyushgan bu jinoyatchilar tomonidan izdivasiya qilinyapti. Biz o'zimiz peshona teri qilib qilgan uylarimiz noqonuniy yo'llar bilan olib qo'yilyapti. Yozmagan joyimiz qolmayapti. Ichki ishlar, prokuratura, sud. Bu qanday endi bu? Bu darajada qilish boradimi? Shu bir anaqaga to'g'ri keladimi? Mayli agar bir qonuniy bo'lganda ham mayli edi. Noqonuniy olib qo'yishyapti-yu. Xuddi 90-yildagi, 80-yildagi, 90-yildagi ko'cha bolalari nima ish qilgan bo'lsa, odamlarni qo'rqitib, noqonuniy yo'llar bilan uylarini, pullarini olib qo'ygan bo'lsa, xuddi mana shu nimaga kelib, mustaqillikka kelib, meni shu uyimni mana shu yo'l bilan olib qo'yishdi. Qo'limdan hech narsa kelmayapti. Men isbotini qilib qo'ydim. Arizani men yozmaganligim, qo'lni men qo'ymaganligim, hamma tomondan men isbot dalilini qilib qo'ydim. Nima ham berdi xulosalarni. Xavfshunoslik ekspertizasi ham, ichki ishlardagi. Lekin qo'limizdan hech narsa kelmayapti. Menga yordam qilinglar. Bunandaqa bo'lmasin. Ve bunanda qilib u joylarimizni olib qo'yishaversa, telefon qilishsa, sotlarga telefon qilishsa, ugrajat qilib. Bu qanday endi bu? Konstitutsiya qayerda qoladi, qonun qayerda qoladi? Davlat bu mumkin emas bu. Men majbur bo'lyapman sizgacha murojaat qilishga. Davlat xavfsizlik xizmati raisi ushbu murojaatni nazoratga bering, iltimos sizdan. Mana meni arizalarim turibdi. Prezident portalida turibdi, Bosh prokuraturada turibdi, korrupsiya agentligida turibdi. Hamma joyda meni arizalarim turibdi. Ko'rilmay turibdi. Mana sotda kecha kuni mana sotni asos yo'q ekan deb turib yopishib yubordi. Bundan da qilishmasin, menga yordam bering, qonuniy yordam bering. Meni dadam yana qaytarib aytyapman, shu mana shu sizlarning sistemangiz KGB. KGB mana hozir endi DXX bo'ldi. 50 yil ishlagan odam. Mana shu davlat uchun juda katta mehnat qilgan meni dadam. Shu insonni qilgan hurmatlarini inobatga olinglar.
Bu oilasini bunday qilib qo'yishmasin. Bu kecha bu anaqaga kelganlar uchun shunaqa qilib yuboradimi? Bular nima qilayotganini ham bilmayapti bu Messi bilasiz. Bu bunaqa bo'lmaydi-yu. Ba'zi veteranlarni oilasi har qanday sharoitda ham qonun tomonidan himoya qilinishi kerak-ku. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Davlat Milliy xavfsizlik xizmati raisi ushbu murojaatni nazoratga bering. Menga qonuniy yordam bering. Meni qo'limdan noqonuniy chiqib ketgan uy-joyimni qonun yo'li bilan qaytarilishida yordam bering menga. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisiga Andijonlik 1-guruh nogironi Alimov Tavakkal Qahorovich murojaat qildi. Sog' salomat bo'ling.